Tarixda og'ir sinovlarni boshidan kechirgan, lekin bugun yangi O'zbekiston tamoyillari asosida yangi hayot, yangi imkoniyatlar sari odimlayotgan Mo'ynoq tumani. Erishilgan yutuqlar xalqning fidoyiligi va davlatimiz rahbarining e'tibori natijasidir. Yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar mamlakati tamoyili asosida tumanda keng ko'lamli islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan muhim ishlar amalga oshirildi. Qisqa davr, lekin Mo'ynoqda erishilgan natijalarni bir paytlari xalq faqat orzu qilgan. Haqiqatan ham bugun Mo'ynoq bundan 8 yil oldingi Mo'ynoq emas, balki shiddat bilan rivojlanayotgan hududga aylandi. Tuman endi taraqqiyot yo'lida. Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan 2025-yil davomida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar yuz berib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 561,7 milliard so'm, chakana savdo aylanmasi 238,2 milliard so'mni va xizmat ko'rsatish sohasida jami 425 milliard so'mni tashkil qildi. Davlatimiz rahbari tomonidan Qoraqalpog'iston uchun ajratilgan imtiyozlar asosida Mo'ynoq tumanida ishlab chiqarish salohiyatini yanada oshirish maqsadida hududda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalariga elektr energiyasi uchun 15% imtiyozdan foydalanish belgilangan. 49 ta korxona ushbu imtiyozdan samarali foydalanib kelmoqda. Bu yil davomida 4,5 million kilovatt-soat elektr energiyasidan foydalangan holda 15% chegirma qo'llanilishi natijasida 1 milliard so'mga yaqin mablag' tadbirkorlar foydasiga iqtisod qilindi degani. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi qarori asosida Qo'ng'irotdan Mo'ynoqgacha 91 kilometr avtomobil yo'lining ta'mirlash ishlari yakunlanishi bilan turistlar oqimi ham ortishi kutilmoqda. Sexlar ашылып атырыпты, кілем сеғы дейді, текстиль сеғы дейді. Қазір жаслар бос отырмай, не істеймен десе, президентіміз пайсыз кредитлер ажыратып береді да. Не істеймен десе, жаслар өзлері істеуге келген затты ойласылған халда барса, бизнес планлар жазып береді. Сол бойынша жаслар бір нәрсені басласа, жақсы қылып істеп, өзлерінің қожалықтарын, өзлерін тіклеп алуға да жол ашылған. Mo'ynoqda айтып мақтана берсек арзиды. Мына Mo'ynoq пен Qo'ng'irotның арасында деген жүрегі қорқатығын едік, шаршайтығын едік. Не? Кеше жақында Нүкіске мерекеге барып қайттым, теп-тегіс болған. Теп-тегіс арқайын келесің, самолетта отырғанда келесің да. Теп-тегіс жол мүшкіліңді аңсат қылады, ұзағыңды жақын қылады. Tumanni har tomonlama obod va farovon maskanga aylantirish, iqtisodiy salohiyatni oshirish, aholi farovonligini ta'minlash borasidagi ezgu ishlar davom etib, ularning roziligi ta'minlanmoqda. Birgina misol, o'tgan yillar mobaynida tuman aholisining ichimlik suv tarmoqlarini yaxshilash va modernizatsiya qilish maqsadida qator loyihalar amalga oshirildi. Hurmatli Prezidentimizning 4271 qaroriмен 2019-yili Mo'ynoq rayonida 2023-26 yillarda таза ішімдік сумен тәмінлеу мақсатында бір қатар жұмыстар істелінді. Сонымен бірге міне бүгінгі район көлемінде қазіргі күнде 74% ұлма сумен тәмінленген. 2024 жылы Azerbaycan Республикасының Archiko компаниясы тарапынан тендерде ұтып алынған еді $8 миллион $200. Сонымен бірге мінекей бүгінгі күнде моделі апыршысына 19 километр су тартылып, сол жердегі Таллық, Әмудария һәм Қыпшақдария бойларындағы қожалықларға сумен тәмінлеу алдында тұрыпты. Һәм Дослық, Хәкматы ауылына қуаттылығы 300 кублық резервуар құрылысы біткеру алдында. Һәм Үсай елатына 8,2 километр су тартылып, қуаттылығы 200 кублық резервуар құрылысы біткеру алдында тұрыпты. Сонымен қаланың ішінде 10 көше толығыменен тәмінленеді. Улы-маластырып айтқанда район аймағында 1300 қожалыққа су өлшегіш аспабыменен тәмінленеді. Биыл 2026 жылдың сентябрь айында район аймағы 98% таза ішімдік сумен тәмінленеді. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Mo'ynoq tumanida suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Ozarbayjonning Archiko kompaniyasi tomonidan qiymati $8,2 million loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida 5 ta suv taqsimlash inshooti, 97,8 kilometr suv tarmog'ini qurish va rekonstruksiya qilish nazarda tutilgan. Bugungi kunda Mo'ynoq, Uchsay, Shag'irli, Do'stlik va Tikuzak suv taqsimlash inshootlarida qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda va jami 90,7 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi.
Biz hazırda Archiko şirketi olarak Azerbaycan'dan Biz Ozarbayjonning Archiko kompaniyasidan Mo'ynoq tumanidan suv tarmoqlarini yaxshilash loyihasi asosida ish olib boryapmiz. Maqsadimiz aholiga sifatli ichimlik suvini yetkazib berish. 10 ta suv ombori, suv taqsimlash tarmoqlarida ishlar davom etmoqda. Bu ishlarning 80%ni yakunladik. Ushbu loyiha aholiga doimiy ravishda sifatli va tozalangan ichimlik suvini yetkazib berish uchun amalga oshirilmoqda. Mo'ynoq tumanining o'zida 2 ta 1400 kub metrlik suv ombori, Do'stlikda 400 kub suv taqsimlash stansiyalari, Chag'irlida 400 kubli, Uchsoyda 2 ta 100 kubli suv ombori, Tiko'zakda 2 ta 100 kubli suv ombori mavjud. Hozirgi kunda olib borilayotgan ishlar natijasida 1244 ta xonadon tozalangan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Aholini tozalangan ichimlik suv bilan ta'minlashda olib borilayotgan bunday ishlar albatta eng avvalo ovul aholisini quvontiradi. Chunki yillar davomida yer osti suvlaridan, quduqlardan foydalanib kelgan xonadonlarga endi tozalangan ichimlik suvi to'liq yetib bordi. Ko'p vaqtdan beri suvsiz o'tir edik, suv kelib yaxshi bo'ldi mine. Rahmet tava. Жаптан ішетін едік, ақпасын жабынан ішетін едік. Қазір жақсы болады міне таңғы қазым істеп жатқан адам балдарға рахмет. Халық қуанып жатыр тава. Водопровод енді келіп жатыр дейді енді. Кетедім жақсы болады міне. Мінекей біздің ауылымызға міне 2026 жылы ауылымызға су келіп жатырды. Үлкен қуаныштымыз біздер. Президентімізге көп рахметтер айтамыз. Халыққа су келіп өте қуаныштымыз. Бұрын енді салмадан ішетін едік суды. Енді водопровод келіп жатырды. Соған қуанып, қыстың күндері мына балдар суыққа тоңып, ауылымызға суама келіп жатырды. Бұл балдарға да рахмет. Біздерде де мінекей мысалға Нөкіш жақтарға барсақ, Мойнаққа барсақ, мысалға мына Қоңыратқа барсақ, әркім үйлерінде крандар ағып тұрады. Енді біздерде Акмата Апыжы ауылында да крандар ағып, Құда қаласа біздер сөйтіп отырамыз. Үлкен қала болсын біздерде де. Президентімізге рахмет айтамыз. Quruvchilar ishlarini o'z vaqtida yakunlab, tez orada aholini ichimlik suv bilan ta'minlash uchun tinimsiz harakatda. Bir tomonda suv taqsimlash inshootlarining qurilish ishlari olib borilsa, ikkinchi tomonda hududlardagi quvurlarni tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Loyiha bo'yicha qurilish jarayoni joriy yilning mart oyida yakunlanib, foydalanishga topshirilishi reja qilingan. Bu tez fursatlarda Mo'ynoqning 98% tozalangan ichimlik suv bilan ta'minlanadi degani. Haqiqatan ham bu tarixiy yangilik. Mo'ynoq xalqi uchun prezident sovg'asi. Tumanda bugun har bir soha jadal rivojlanib, insonlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi yanada ortmoqda. Hududda kelajak egalari bo'lgan yoshlar ta'lim-tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilib, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining ta'lim sifatini oshirish va bunda xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida belgilab berilgan vazifalar asosida hududda til egasi loyihasi ishga tushirildi. Loyiha doirasida Qoraqalpog'istonga 100 nafarga yaqin xorijiy til o'qituvchilarini jalb qilish rejalashtirilgan. Bunga kunga kelib shundan 49 nafari shahar va tumanlardagi maktablarda ish boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28 avgust kungi maktablarda ta'lim sifatini yanada oshirish, o'quvchilarni ko'paytirish hamda o'qituvchilar tajribasini mustahkamlash, ularga munosib sharoit yaratish bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida xalqaro tajribalarni ta'limga tatbiq etishda qator vazifalar belgilangan edi. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab til egasi loyihasi orqali 1500 nafar xorijiy til mutaxassislarini jalb etish vazifasi belgilangan edi. Bu esa bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelmoqda. E'tiborlisi, xorijiy til pedagog kadrlari shahar va tuman markazlarida, shuningdek, turistik zonalardagi maktablarda ta'lim berish nazarda tutilgan. Albatta, Mo'ynoq turizm markazi 2026-yilning boshida tumanga Hindistondan 2 nafar xorijiy til o'qituvchisi keldi. Shulardan biri Nelson Nibin. Ikkinchi soniy umumta'lim maktabida yoshlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Moving. So I do swim, I move from one place to where I had gone to all 34 schools and Men O'zbekistonga 2023-yilda kelib o'z faoliyatimni boshlaganman. 2 yil Buxoroning Olot tumanidagi maktabda dars o'tdim. U yerda o'quvchilarga IELTS olib berishda yordam berdim. O'qituvchilarni tayyorladim, tajriba almashib birga ishladik. Endi bu yerdagi shartnomam yakunlangach, Mo'ynoqqa kelib shu yerda ishimni boshlayapman. Men juda xursandman, chunki o'quvchilar ingliz tiliga juda qiziqishar ekan. Meni ko'rib kundan-kunga qiziqishi ortib boryapti. Hamkasblarim menga yordam beryapti. Bir oiladek bo'lib qoldik. Qoraqalpoq tilini o'rgana boshladim. yellow, blue, dark blue. You see how many words I can create? So how many so'zlar? Yeah. Maktabgacha va maktab bilim bildirish bo'limiga qarashli 2-sinf mektabimizda Hindistonlik ustozimiz Nelson Nibin kelib o'z жұмысын boshladi.
Бұл әлбетте инглиз тілі әзірге мемлекетіміз алып барып жатқан саясаттың нәтижесінде деп ойлаймыз бірінші нәубетте. Һәм бұл жастарымыздың ертеңгі күнде келешегіне, һәм соларды сол шет тілдерін өзлестіруіне, һәм халықаралық IELTS сертификатларды алуында әлбетте бұл өзінің нәтижесін береді деп ойлаймыз. 2025 жыл декабрьларының ақырларында келіп жұмысын басталған болса, қазіргі уақытта мектебімізде оқушылар арасында нәтижесі сезілер дәрежеде көріліп жатырды. Біздің өзіміздің мектебімізде шет тіл мұғалімінің 4 мұғаліміміз болған. Оқушыларға олар өздерінің тұрақты білімдерін беріп келген, жетіскен болған, бірақ жүда сезілер дәрежеде деп айта алмаймын. Себебі оқушылар мұғдарына сертификат алу өзлестіру дәрежесі жүда жоғары болмады, бірақ қазіргі уақытта осы Hindistan ұстазымызбен біргелікте алып барып жатқан жұмыс әлбетте өзінің нәтижесін береді деп сенеміз. Hindistandan kelgan ustozlarimizga o'z жұмыстарына табыстады деп qolaman. Tumandagi 4-sonli maktabda ingliz tili fani o'qituvchisi Hamza Hasli ko'p yillik tajribaga ega pedagog. Bir qator xalqaro sertifikatlarga ega. O'quvchilar qisqa vaqt ichida o'qituvchi bilan ingliz tilida bemalol gaplashishni ham boshladi. I live in Moynoq. Where do you live? I gathered some information. Hindistonda 15 yildan buyon ingliz tili va adabiyotdan dars beraman. Faoliyatim davomida dunyo bo'ylab 2 millionga yaqin talabalarni offline va onlayn o'qitib keldim. Magistr diplomi va xalqaro TOEFL sertifikatiga egaman. O'zbekistonga birinchi marta kelyapman. Ushbu mamlakatning an'analari, madaniyatini yaxshi ko'rib, shu yerni tanladim. Coaching institute. So yeah, that was just an additional 4-sonli mektabimizda 380 dan aslam o'quvchilar bilim olmoqda. Mektabimizda 5-yanvar kuni Hindiston qalasidan chet tili muallimi Hamza Hasni kelib, o'sha mektabimizning chet tillar muallimlari bilan birgalikda o'quvchilarimizga bilim berib kelmoqda. O'z vaqtida bu muallimimiz o'quvchilarimizni xalqaro ham milliy sertifikatlarga tayyorlab atiribdi. Bu kelajakda bizlarning da o'quvchilarimiz chet tilida erkin so'zlashuv ham fikrlashuv imkoniyat eshiklari ochildi deb o'ylayman. Bugun har bir sohada xorijiy tajribalar joriy etilishi bilan yuqori natijalarga erishilmoqda. Shu qatorda ta'lim sohasida ham. Umuman olganda, Mo'ynoq bugun shiddat bilan rivojlanib, hudud qiyofasi butunlay yangilanmoqda. Kundan kunga o'zgarishlar yuz berib, aholining turmush farovonligi ortyapti. Davlatimiz rahbarining tumanga qaratayotgan e'tibori va g'amxo'rligi bardavom bo'lar ekan, hudud yanada rivojlanishlarga dadil qadam tashlashda davom etadi.